Ben Monsterman bugungi videoda dahshat zo'r karta topib qo'yganman. Bugungi videoda ko'rib turganlaringiz zo degan, ya'ni doim zo deyapti. Sening hayvonot bog'ing Monstervator. Shunga durza tashab qo'ysalar bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Hamma videodagi kommentariyalar, masalan, kommentariyada yozib qoldirgannikini yozib qoldirgan bolaga 5tasiga emas, 10tasiga emas, yozib qoldirganning hammasiga durza tashab boryapman. Shuning uchun ham siz kanalga obuna, videoga like bosib qo'yishni va mening durzamga qo'shilishni unutmang. Unday bo'lsa biz videoni cho'zib o'tirmasdan qana boshlaymiz. Bizga bu yoqqa bor deyapti. Kaufe ein Tier. Hayvon sotib olyapti. Точно yetarkan papagay, ya'ni to'tiqush degani bitta olamiz. Bizning birinchi bo'lgan hayvonimiz, qushimiz papagay ekan. Bu katta ekan ancha. Bizda qurildi, bizda bizda 0 kishi edi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, pulimizning tepasida 0 kishi edi, 1 kishi bo'lib qoldi. Yana 0 kishi. Uzun. Birinchi shunaqa deyapti. Bizning like'imiz 0 ta. Albatta kirib mening kanalımga like bosib qo'ysanglar men yaxshi bo'lardi. Kim keladi? To'xtanglar, biz dekorga o'tib boramiz. Bizda qo'yadigan dekoratsiya, ya'ni bir bezaydigan narsalar bor ekan. 83 ga koala quyon yozib qo'yar ekan. Heiserhund. Bizlarga hech kim yo'q. Hammaylar hozir videoni to'xtatib $600 pul olamiz va keyin videoni boshlaymiz. Kutinglar. Va mana bizda ko'rib turganlaringiz $600 pul bo'ldi, lekin mana bu bo'lmish ancha ko'p pul berdi. Brat. Birovni 2x berar ekan. 733. Bizda klientlar ko'payib ketyapti. Yaxshi, endi biz hayvonga yana bitta papagay, ya'ni shu narsa olamiz. To'tiqush. Mana bu yerga o'rnatamiz. Yaxshi, endi ko'payadi. Bizning bitta like'imiz bo'libdi. Mening shunday yulduzim 0 tami? Mening yulduzim 0 ta desam. Bobo. Sizga nima bor bu yerda? Bu yerda sizga nima bor? Bu karis ekanmi? Qamoqxonadan qochib keldingizmi, brat? Mayli. Mana bu klon bu. Yo'q, bu klonga. Bizda уже $600 pul bo'ldi. Ortig'i bilan ham bo'ldi. Davay yana bitta papagay olib qo'yamiz. Bunda ya'ni to'tiqush olamiz. Mana bu yerga yo'q. Qo'ydik. Endi bu ham qo'yiladimi? Sig'adimi? Yaxshi, sig'ar ekan. Buni biz aylantirib qo'ysak bo'ladi. Mana shu qo'ydim. Zo'r, endi bizda 4 kishi bor klientlar. Mana brat 1x oshirib berar ekan. Mana bu Grand Pass nima qilyapsiz? Hausmeister bizda 3 ga pul yo'qsa keyingi hayvon o'chadi. Hozir borib kelamiz. Bizda dekor nima kerak bilmadim. Dekor bezashga kerak ekan. Bizga hozir dekor kerak emas. Bizga mana 3 galik mana bu koalani olsak yaxshi bo'lardi. Bizda hozir 4 kishi bor. Tezroq. Siz kam pul bermayapsizmi? Nima ki oldingiz? Mana qancha beryapti? Qancha berdi ana? 1x bo'lmaysiz, loy.
2 4x'lar berivermasmi? O bizda bu yerda nima deyapti? Stand forward o'qishga ulgurmay qoldim. 5kaga 5kaga hamma joyda ochsa bo'lar ekan. 5ga men ko'payib ketaman. Voy, qulay mana boy. Qancha bu? Qancha x? Necha x? 63 plus dollar berdi. O zo'r. Buni ham ko'rsa. O bu dahshat pul beryapti. Boy ekan, mayli. O bizda уже 3 pul bo'ldi, yaxshi. Mana shunda kim qanaqa hayvon to'xtadi. Mana shu o'yinda kim qanaqa hayvon olgan, albatta uni ham chatga yozib qoldiringlar. Nega hech kim yo'q? Nega hech kim yo'q? Nega hech kim yo'q? O ana ertalab tushdi. Desam kech. Va kechqurun hech kim yo'q ekan. Va mayli 3000 dollar yig'ganda yana videoni boshlayman. Va mana yana bizda 3000 pulim bor mana. Men tushunib oldim. Kechasi adashmasam bular klientlar kelmaydi. Kunduzi keladi. Kunduzi pul topib olib kerak biz. Endi qanday bo'ladi? O zapartga boramiz. Bu hayvon katta joyda yig'ilgan ekan. Mana shu yerga qo'yamiz. Bu hayvonni mana shu yerga qo'yamiz. To'xtala, mana bu bilan tegmas. Bundan teng ekan. O bizda уже 637 dollar, 639, 725. Уже bizda 4 kishi bor hozir. 3 kishi bo'ldi. Bizda 2 ta like bo'libdi. O bizning hali berilgan yulduzimiz ko'paygan yo'q. Qancha bo'ldi? O bizda 1600 dan ham pul oshib ketdi. Hozir darrov yana bemalol yig'ib tashlaymiz 3000 pulni. Mana bu kim bu? Uchuvchimiz, brat. Uchuvchimiz mayli. Bu yerda pulni olamiz. Mana qiz. Nima deyapti? Yo'qib qoldimi? Mana yana bitta shunaqa qiz. 53 dollar. Opoqi 53 dollardan berayapmiz-da. Grant pass. Siz bu yerda nima qilyapsiz? 2 ta grant paket. Bular nima qiladi bilmadim. O bizda yana уже 3 ta bo'ldi. Yana sotib olamiz va zooparkimizga olib borib qo'yamiz. Ya'ni zoopark deganda hayvonot bog'ini nazarda olyapman. O yana bitta qurdik. Endi bizga ko'proq pul keladi. Endi bizda 4 kishimiz, 5 kishi ham kelyapti. Chunki 5 ta ham hayvonimiz bor. O 6 kishi bo'lib ketdi. Zo'r. Dahshat bo'ldi bizda, dahshat oshyapti. Aytgancha, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Ham chatga yozib qoldiringlar. Kim mana shunda qancha pul topgan, to'xtayman. Boshqalarning bazasini ko'rib kelaydim. Boshqalarning bazasiga qarab, to'xtaylar. Bu sekinmi bunday yugurgandan? To'xtaylar. Bunday o'tib ketaman. Bunda 3 ta like. Voyt biz ham nafas saqlayapmi? Yo'q, bo'lmayapti. Nimaga? 67.142 dollar. 67.000 dollar. Buning mana bunaqa narsalari ham bor. Voy, buning mana bunaqa narsalari ham bor. Bendi degan ekan. Endi hayvonot bog'imizga qaytamiz. Hali beri 1 yulduz ham bo'lmaydi. O bizda Voy, menda ozgina pul bo'lsa boyag'inikidan olsam bo'ladi. O 200 dollar. Atiga bittasi boy kelsindan berib yuborsin, boy kelib berib yuborsin, bitta boy kelib. O yaxshi. Yaxshi. Ketib qoldi. Nodan olamiz. Endi zooparkimizga qaytamiz. Hayvonot bog'iga qaytib, mana uni o'rnatamiz. Mana shu o'rnatamiz. Davay, endi 6 kishimiz, adashmasam 7-8 kishi ham keladi. Yo'q, qolaver 6 kishi.
tezroq bo'lishlari uchun kechgacha biz ko'p narsalar qilib qo'yishimiz kerak. O bizda mana bu yerda bir nima chiqdi. O bizda reverse stack bo'ladi. Faqat bizga jirafa kerakmi yo jirafa beradimi? Bilmadim hozir. Qayerga o'tib kerakchi? Hozir do'konda hech narsa yo'q. Reverse bo'ldi. Ba'zanday narsalar yo'qolib ketmaydimi? Klientlar bormi desam, hammasi ketyapti lekin. Klientlardan bitta qoldi. $233 berdi mana bu. Pichoqchagami, maymunchagami? Shunaqa narsaga. Bunga necha dollar beradi? Bunga $53 beryapti. Yaxshi. Bu ham chiqib ketadimi? Yo'q, bu ham chiqib ketdi. Yana klientlar kelyapti. Kechqurun klient kelar ekan. Brat siz orqa kick me. Nima deyapti? Kick me nima degani edi? Meni tep deganmidi, shunaqamidi, nima edi? Chiqib hozir ko'ramiz. Yangilanish kelmadimi? 2 minut 33 sekund. Dekorda nimalar bor? Bir qanday narsalar. Hayvon pog'imizga qaytamiz. Kimlar kelsin? Grandpa. Siz bu yerda nima qilasiz? Grandpa bu yerda nima qilar ekan katta ota? Bobo. $53 beryapti. Bitta to'tiqishni ko'rishga shu yergacha shunday kelib ketdingizmi? Pulingizni sarflab nima qilardingiz vaqtingizni? Mana. Bu X qo'shib berar ekan politsiya. Mana shunaqa politsiyalar kelib tursa. Yo'q, politsiya nima qiladi menga? Zapartimda politsiya nima qiladi? $244 berdim-a. Bitta shu hayvonni ko'rasizmi? Ko'ring mana. Mana to'tiqishni ko'ring, mana bunisini ham ko'ring. Hammasi har xilda. Mana bunisini ham ko'ring, mana buni ham ko'ring. Hammasini ko'rib chiqing. $300 bermang. $1000 bersangiz bo'lmaydimi? Bizda yangilanish kelmadimi? Bizda 1,5 minut bor, hali yangilanish kelmaydi. Bu kim bo'ldi? Bu kim bo'ldi? Bu kattona ekan. Kattona ikkita narsa. Kattona katta otadan ko'p pul to'layapti. Nima deyapti? Yangilanish kelmadimi? 1 minut qoldi. Ровно 1 minut vaqt qoldi. Bizda уже $5000 bo'lib qolyapti. Agar yangilanishda $5000 qanaqadir narsa kelsa, ana shundan olib qo'ysam, dahshat pul topsa kerak adashmasam. Xursandmisiz, brat? Nimaga xursandsiz? Bo'ldimi? Buncha kam pul tashib ketyapti bular. Bir minut politsiya. $244. Politsiyachi. Politsiyachi dedi. To'xtang. Mana buni ham ko'rib keting. Mayli. Siz ketavering, sizga ruxsat. Bizda yangilanish kelmadimi? Bizda 5 sekund, 4 sekund marta bazaga qaytib qo'ygan va kelaman. Beshkalikdan ochilmadi. 3 kalikdan olamiz. Давайте. To'xtanglar. To'tiqushlardan olib tashlayveramiz. Bizda mana bu pulni olamiz. Yana bitta to'tiqush olamiz. Endi hammasini qo'yib tashlaymiz. Ko'ramiz keyin. Hamma dahshat ko'p kishi keladi-ku, dahshat ko'p soqqalardan keladi. Nasha qo'yamiz. Давайте bularni
qo'yilmayapti. O mana yana bitta to'tiqushni ham qo'yamiz. Endi bizda ko'proq shu. Endi hozir bizga ertalab kelsa dahshat pul beradi. Sari daraxtlar ko'payib ketibdi. Mana ularning daraxti ham yo'q. Yoki ular maymunmikan? Ayiqmi, pishakmi, maymunmi bilib bo'lmaydi. Mayli, mana uning ustiga chiqib, shuni ustiga chiqamiz. Chiqib oldik. Bu papagay. Nimaga bir kishi yo'q? Kunda faqat bir kishi kelmasa bo'lmaydimi? Politsiya ushlab oladimi? Mayli, ishlar orqaga ketgandan bir kishi bo'lsa ham kelib turgan yaxshi. Bu yerlarda beshiga otsa bo'lardi aytgancha. Yo'q, menga hozir yer kerak emas. $810 mana berdi. $810 olamiz. Kim keladi? Brat, siz achka. Boymiz shuncha nima? Bu suratga tushirishga kelgan. Tavoy mana ularni, mana buni ham. Suratga tushirishga kelgansiz. Bitta hayvon suratga tushirib ketishga olmaysizmi? Ko'proq hayvonni endi kim keladi? Ertalab tushdi. Endi juda ham ko'p kishi keladi, qarab turinglar. 23 kikmi. Mana kikmi. Qaranglar, mana bu yerda pul to'lib ketadi mana bu yerda. Qaranglar. Pul yopirilib keladi. Bizda restop kelmadimi? Bizda hali 2 minut bor kelishiga. Mayli, zaparkamizni ko'tamiz. Bizda nima? 7 kishimi? 6 kishi. Nima odam kam? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, yo'q, to'xtanglar. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta, 10ta hayvonimiz bor. 7 kishimi? 8-9 kishi mana. Shu bizda qanchadir pul bo'lib ketdi mana. Hozir ozgina vaqtdan keyin bizda qarasanglar, mana bu yerda $5000 bo'lib ketadi demoqchi edim. Mana bo'ldi ham. Ozgina vaqtdan keyin qarasanglar $6000 bo'ladi. Mana bo'ldi ham. Mana ozgina vaqtdan keyin mana shu yerga qarasanglar $7000 bo'ladi. Mana bo'lmadi ham. Mana bo'ldi. $1000 oshib ketdi. Bizda restop kelmadimi? 1 minut 20 necha sekund o'tadi. Kim bu? Dekorda kim turibdi? Brat. Brat. Hozir dekoratsiya sotasizmi? Mana buni sizcha bir ko'zli. Tushunmadimmi? Mayli. Bizda 3000 pul уже 3000 pul yig'ilibdi mana bu yerda. Bizda уже 10000 pul bor. Hozir ikkita 5 mana bu 5000likdan kelsa ikkalasini ham olib boraman. Yoki bizda 12000 ga mana bunaqa kafe ham. Bizda jirafa 20000. Yetmaydi pulimiz. Biz jirafani ochganmiz, adashmasam reverse 20 kadar reverse hisoblarkan keyingi. Давайте 15 sekund turibdi. Davay pullarni yig'ib beringlar. 7 kishimi? Yo'q, 7 kishimi? Mening bir yulduzli ham bo'lmadimi? Qo'ying. To'xtanglar, odamniki necha yulduz bor? Kimniki bu? Ko'rsatilmagan. Bu mana buniki ekan. 3 yulduz shuncha ko'targaniga 3 yulduzmi? Mayli. To'xtanglar, qoldi. Bizda kafe keldi. Mana bu kafedan olamiz. Nimaga boramiz? Qayerga qo'ysak bo'ladi kafeni? Mana bu yerga qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yib tashlaymiz kafeni. Kafe endi kafe ichadimi bular?
Qani ko'rak qancha pul beradi bundan? Ha, mana 186 dollar. Undan bizda yana mana bundan qolsak bo'ladi. Oldim. Endi bu qancha joyda egallaydi? Mana 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 bu mana bo'ldi ana. Yaxshi turibdi. To'g'rimi? To'g'ri. Biz bu yerda 3 ga pul bo'lib ketdi pashta bizda. Yana 282 dollar. Dahshat kuchayik. Xo'sh, hammaga xayr. Sizlar bilan men Monster bo'ldim. Video ham ancha cho'zilib ketdi. Videoga like va obuna bosishni unutmagan bo'lsanglar, hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha.